Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan bizni aziz muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, biz sizlar bilan bugun kofe gulini ekishni o'rganamiz. Ya'ni Rader Mahera. Bu gulimiz gullaydi. Bu juda katta bo'lib ketadi, shtamp holatdagi har xil holatlari ham bor. Hozir bunimiz bizda kofemiz filtr holatdagisi, ya'ni suvda o'sgan. Mana shuni hozir tuvaylarga ko'chirib olamiz. Bizga endi eng kattasi shu 2,5 3-4 litrlik tuvakka ham eksa bo'ladi yana buni. Hozir bizda bu Agrobalt B torfimiz. Universalniy tayyorlangani har doim aytib o'tamiz. Universalniy tayyorlangani hurmatli obunachilar. Hozir bizda bu kofelarimiz filtrda o'sgan, shuning uchun ildizlarni asta-sekin chiqarib olamiz. Ba'zi ildizlar ozgina lat yeydi, lekin ko'chirish kerak bo'lsa hozir ko'chirib ko'ramiz. Lekin bo'lib o'tirmaymiz atrofini zohirlab, ularni bo'lib o'tirmaymiz. Rader Mahera gulini ko'proq optoga qo'ymaysizlar, baklar kuyib qoladi. Tak, shunda hozir buni ekish jarayonida suv ichishini aytib o'tamiz. Suvni qanday ichadi? Bular suvni juda ham yaxshi ko'radi. Keyin bir joydan ikkinchi joyga borganda albatta baklarni to'kib oladi. Bak chiqarish juda ham oson bo'lgan gul bu. Bu baklarni juda tez chiqaradi. Mana bak to'kilib ketadi ko'p joyga. Keyin konditsioner ro'parasida tursa yoki otopleniyani yoniga to'pli polda tursa ham shunaqa bak to'kish holatlari bo'ladi. Bir yo'li quritib yormasdan, o'sha baklarni sekin to'kyaptim, o'sha sezingki u stress holatda qanaqadir dori berishga shoshilmasdan uni darrov suv berib, suv bilan shu stressdan chiqarib olishga harakat qilish kerak. Bu suvni yaxshi ko'radi kofe gulimiz. Shuning uchun siz qayerdan kofe gulini sotib olsangiz ham, ya'ni Rader Mahera gulini qayerdan sotib olsangiz ham, olib boribloq birinchi suv quyishda davom eting. Birinchi suvdan adashmaslik kerak. Shundagina gul o'zini juda ham yaxshi his qiladi va sizning ofisingizga yoki uyingizga juda ham tez moslashib ketadi. Juda tez o'suvchi gul bu, juda tez o'sadi. Hamma gullar qatori bu ham havoni yaxshi tozalaydi. Fasoni jihatdan ham juda ham chiroyli bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana bu kichkina variantlari bo'ldi. Mana juda ham menimcha chiroyligina chiqdi. Albatta gulda o'sha boshqa tuvakdan boshqa tuvakka ko'chirganimizda ozgina suv quyib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz bu joyda qo'ymaymiz. Pastga tushirib turib suv quyib qo'yamiz, suvlarni qo'yamiz. Kofe guliga shiralar, unaqa narsalar tushmaydi. Agarda sizni boshqa gulingizda bo'lmasa, bunga hech qachon yuqmaydi shiralar. Hech qanaqa kasalliklar tushmaydi. Agarda siz buni biogomosga eksangiz ham, misol uchun Agrobalt B qimmatlik qiladi. Unga ozgina biogomos aralashtirib ekaman desangiz ham bo'ladi, ekasiz. Biogomos aralashtirib ekkaningizdan keyin baribir ozgina baklarni mochikasi ozgina qorayib, qiynaladi-da, keyin moslashib ketadi. Buni o'zimiz tajribamizda sinab ko'rganmiz, shuning uchun aytyapman, hurmatli obunachilar. Hozir mana juda ham chiroyli bir gul bo'ldi. Buni xohlagan joyingizga qo'yib boqsangiz bo'ladi. Agarda sizda gul qo'yadigan aynan joyingiz yo'q bo'lsa va hamma hozir oynani yoniga otopleniya qilgan, otopleniyadan issiq chiqadi, oynani u yog'i sovuq bo'ladi. Shu sifatdan, shu sababdan ko'proq gullar yomon bo'lib qoladi. Shuning uchun iloji boricha unaqa joyga qo'ymanglar-da. Ya'ni qishda ko'proq hammaning xonasida gul turish kerak. Bizda naborot bo'ladi, ba'zan qishda qayda saqlab olaman, men lutchi yozda ko'paytiraman deydi. Yo'q, u noto'g'ri fikr. Misol uchun uni sizda qishda gullaringiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, xonangizda kislorod yana ham kamroq bo'ladi. Shuni hisobiga, albatta, qishda ham gullaringlar mana shunday podstavkalar bo'ladigan bo'lsa, juda ham chiroyli turaveradi, hurmatli obunachilar. Qaranglar, mana bizda qanaqa chiroyli. Xuddi mana shunday podstavka qilasizlar va 8 ta 10 ta gulni shunday qo'yib olasizlar va xonangizda sizga yetarlicha bo'lgan kislorod chiqarib berishaveradi, hurmatli obunachilar. Agarda bo'ladigan bo'lsa, kofe, sansevieriya, xlorofitum, araukaria, hamma gulni ham boqsanglar bo'laveradi. Endi ko'proq xlorofitumlarda boqsanglar ham yaxshi, sanseveriyalar, araukariyalar insonni nimasiga juda ham yaxshi ta'sir qiladigan gullar bo'ladi. Endi hamma gullar ham chiqadi. Ne to'lqi ulardan hammasidan ham albatta foydali kislorodlar chiqadi. Qaranglar, bu Aglonomia Diamond sortimiz. Qaranglar qanaqa chiroyli. Agarda uni mana bunday kvadratli tuvak ekib qo'ysa, mana qaranglar, hozir buni biz kofeni ekdik. Mana bunga ekib qo'ysak, qaranglar qanaqa chiroyli turar ekan, to'g'rimi? Bunimiz hozir bizda 100 mingdan sotuvda bor. Gulimizni o'zi tuvaga alohida bo'ladi.
xohlagan joydan olsanglar bo'ladi tuvayni. Lekin gulimiz bizda mana 100 mingdan. Qaranglar, 100 mingga qanaqa chiroyli gul bu, to'g'rimi? Xuddi mana shunday mana gullarimiz bor. Bular aglonomiya gullarimiz va shu sababdan hozir biz Tbilisimizda qanaqa gullarimiz borligini ham yana bir qator obzor qilib o'tib ketamiz. Bizda qanaqa gullarimiz bor hozir Tbilisimizda butun gullarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Spatifilumlarimiz 65 mingdan, Diffenbachiyalar, Jasmin Madagaskarskiy, Diffenbachiya 2 xil, unimiz Makayana. Keyin bu tomonda azaliyalar bor. Xo'p, kameliyalarimiz rosa gullashda. Gullarimiz juda ham chiroyli holatda. Mana bemalol kelib, aylanib, ko'rib, gullarimizni olib ketsanglar bo'ladi. Hozirlarga rosa maqtagan Diffenbachiya mana shu qaranglar. Kofelarimiz ham bor mana. Kofelarimiz bor. Juda ham zo'r, shikarniy holatda, shikarniy. И Антурин 4 в 1. Undan ham bizda anchagina bor. И вообще zo'r turibdi mana. Undan ham bor. Har xillari bor. Mana. Gullarimiz ko'p. Bemalol kelib, aylanib, xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Ha, keyin u xo'yalarimiz bor, yuqorida osilib turgan xo'yalarimiz, ular qizil gullaydi. Baklarida nimasi bor? Bunday pitnolari bor xo'yadan. Juda ham chiroyli. Ular yuqorida osilib turgani uchun hozir unaqa chiroyli ko'rmayapti, lekin o'zlari chiroyli. Hurmatli obunachilar, hammanglar Tbilisimizda kutib qolamiz. Keyin Instagram kanalimiz ochganmiz, silkasini qo'yib qo'yamiz. Iltimos, hammanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Hammanglar Instagramda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.